Nima oldi? Andijon terak bozorida narxlar nima bo'ldi? Yangilandimi? Narx-navolar o'zgardimi? Yana bir bor bugun juma kuni ekan. Chislamiz bugun necha chisla? 2025-yil 25-apreldamiz. Do'stlar. Temir bozor. Yo'q, bugun temir bozor emas, bugun terak bozor. Nimalardan boshlaymiz, hurmatli obunachilarimizga nimalarni narxlari? Hammasidan aytamiz. Nimalar keldi? Bugungi kelganlari bormi? Qaysi tez sotilayotgani, qaysi eng hadavoy? Mana shu tez sotilyaptimi? Eng hadavoy. 5 metrlik, ha? 5 metrlik. Qo'ldan ko'rib olaylik. Ko'rsatib qo'ying obunachilaringizga. Uchi ham tekis. O mashinalari qiziq, uzoqroqdan, ya. Ay, o'ralib ko'pchilik hali anjanliklar deydi-yu, o'rab turib orasiga bir narsalar tiqib yuboradi deydi. O'ramaydi. Bo'ldi. Mana shu necha metrlik uka? 5 metrlik. Necha puldan buni donasi? Agar siz tomondan telefon qilsa 110 ming so'mdan. 110 ming so'mdan 5 metrliklarni qilib beramiz ekan. Bulari ham 5 metrligi. Ular ham 5 metr. Ular ham 110. Bu ham 110 ming so'm. Yana qaysilari bor? 6 metrlik. O 6 metrlik ham mana shu chiroyli ekan. Mana 10 qo'lingizda. Mana. Vo, bu boshqacha ekan. Bu kattaroq ekan, 6 metrlik. Buni ham tepasida 2 a. Tekis. Mana sig'imini ko'rib olishingiz mumkin. Bu qo'l ham, ammo quvoli ko'targan qo'l katta omma akalar. Necha pul bu 6 metrliklari? 150 ming so'm. 150 ming so'mdan. Bu ham 5 metrli. Bu ham 5 metr. Bu ham 110 mingmi? 110 dan xabar. Buni ham 110 mingdan. Yana boshqa asortimentlar. 4 4 metrligi mana. 70 ming so'm. 70 ming so'm. O mana narxlar tushyapti sekin. Bu jicha kichikroq ekan, Ha, nisbatan kichik. lekin bu ham xizmat qilaveradi. Yana ham tana. Necha metrli bular? Bu ham 5 metr. Bu ham 5 metr. Narxi qanaqa bu? 120 ming so'm. 110 ming so'm qimmat ekanda. Zo'r. Shilibkalar qani yangiliklar? Shilibkalarimiz ichkarida do'konda. Uni 1 kvadrati 17 ming so'mdan. Shilibkani yaxshisi 17 ming so'm ekan akalar 1 kvadrat metri. Xo'p, abriznolar. Razmeri qalini 6, bu yog'i 12. Uzuni 4 metrli, puli 70 ming so'm. O ana. Bu 4 ga 12si, uzuni 4 metrli 48 ming so'm. 48 ming so'mdan, ha? Bu 5 metrligi 4 ga 12ni 68 ming so'm. 68 ming. Bu ham xuddi shu 70 ming so'mlikdan buni 68 ga beraveramiz buni. 68. Nechiga necha edi bu? 6 ga 12. 6 ga 12. Quruqroq varianti. Quruqroq, Shilibkalarimiz ha, shu bu. mana. Bu Kvadrati 17 ming so'mdan xabar. Shilibkalarimizni kvadratini 17 ming so'm qilib beramiz ekan. O ana. Mana shu ukam mana shu adashmasam 15 yildan beri mana shu bozorda faoliyat ko'rsatadi, eng kamida. Chunki birinchi mashinalar kelganda 15 yil oldin. 15 yo 14 yil, yolg'on bo'lmasa. Undan oldin mol bozorida savdo qilganmiz, u Jahon bozorida yo'lida. Men ham mana shu bozorda edim. Bu paytda eski yog'och sotardim. Hozir endi temir sotyapmiz. Mana shu yog'och mahsulotlari bo'yicha terakdan hammasi nima kerak bo'lsa topib yetkazib Baholasi chiroyli. sho'pirdan berib yuboraveramiz. Ama ko'proq musofirda akalar ko'radi biz obunachilar. Telefon qilishyapti. Qiziqishyapti, qiziqishlar ko'p. Men oladigan odam ham ko'p. Men temirni to'g'risi o'zimla yuklab olib borib beryapman-da. Endi odam qo'shib yo bo'lmasa sho'pirlardan berib yuboraverasiz, to'g'rimi? Pulini tushirib bersa. Hammamiz insonmiz. Ha, bo'ldi mana. Mana shu kerakda mana do'stlar. Raqamini pastga yozib qo'yaman, bemalol yana so'raverasizlar. Telegram, WhatsApp ham tortib oling. Telegram bor, lekin hozir pastga yozib qo'yaman. Akalar o'zi bilan bemalol gaplashaverasizlar. Bozorda odami o'zini narsasini sotadi. Hali o'rtakash deydimi, unaqa emas. O'zi bilan bemalol gaplashib olishinglar mumkin. Do'stlar, Temir bozorda qoling. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariyalarni kutaman.